ikki gulni bir qilgan kelin salom qiladi ibo bilan ikiladi qabul aylang parvardigorimga salom yor yor qabul aylang parvardigorimga salom yor yor Makatullohning yo'lida joy namozi qo'lida kelin salom qiladi ibo bilan ikiladi qabul aylang payg'ambarlar sizga salom yor yor qabul aylang payg'ambarlar sizga salom yor yor oq ro'mollar o'ragan oxiratni o'ylagan kelin salom qiladi ibo bilan ikiladi qabul aylang bu jonlari sizga salom yor yor qabul aylang bu jonlari sizga salom yor yor Yozilganda dasturxon duoga qo'l ochamiz. El to'yida har inson borimizni sochamiz. Beribman sizga kalom deymiz sizga assalom. Yana to'yda xush ko'rdik ulashib sovg'a salom. Qavmi qarindoshlarimiz, qo'ni qo'shni jonlarimiz, barchalarni fayzli xonadonimizda bo'lib o'tayotgan qadimgi urf odatlarimizdan bo'lgan yuz ochar marosimiga xonadon sohibalari nomlaridan lutfan chorlab qolamiz. Yangi pochchalarimizdan ham iltimos qilib so'rab qolgan bo'lar edik. Chaqqongina kelin pochchamizni chaqqonlik bilan yuz ochar marosimiga tayyorlab berishingizni bo'ladi. Unda yana bir bora qo'ni qo'shni jonlarimiz, qavmi qarindoshlarimiz, barchalarni chiroylikgina kelin pochchamizdan chiroyli kelin salomlarni qabul qilgani xonadon sohibalari nomlaridan lutfan yana bir bora chorlab qolamiz. Kela qolasizlar qo'ni qo'shnilarimiz. Tashrif uchun rahmat ey ko'ngli shodlar. Bu damlar g'animat, diydor g'animat. So'zimni boshlashga etingiz ruxsat. Avvalambor assalomu alaykum qalbi quyoshlar. Avvalambor assalomu alaykum go'zal munis onaxonlar. Oqqo'rg'onimizning yuzida farishtasi bor go'zal ayollar. Barchalarga to'ylar muborak bo'lsin. O'zim o'rgilib ketay. Kelin pochchamizning qadamlari qutlug' kelgan bo'lsin. Jonim sinimmi? Yuzlarini barchani guvohligida ochib olamiz. Ana undan keyin esa chiroyli kelin salomlarimizda davom etamiz. Kichkintoy yigitchalarimiz bo'lsa, mevali daraxt shoxi bilan albatta qadimgi urf odatlarimizga ko'ra chiroyli qilib kelin pochchamizni oy jamollarini ochib berarlar. Mevali daraxt shoxi bilan albatta. O'zim o'rgilib ketay. Bormi kichkintoy bolajonlarimizdan? O'rgilib ketay. Kelinglar. 1, 2, 3, hoppa. O'zim o'rgilib ketay. Kichkintoyimizga ham shunaqa chiroyli go'shangalarga kuyov bo'lishlik nasib qilsin. Kelin pochchamizni oy jamollariga ko'z tegmasin. Qavmi qarindoshlarimiz, qudajonlarimiz, o'zim o'rgilib ketay sizlardan joninglar sog' bo'lsin. Yana bir bora to'ylarim muborak bo'lsin. Kelin pochchamizni qadamlari qutlug' kelganlari rost bo'lsin ilohim. O'zlari bilan birgalikda uylardagi farishtalarni o'g'irlab kelganlari ham rost bo'lsin, ana. Joninglar sog' bo'lsin. Xo'p, qadimgi urf odatlarimizdan bo'lgan yuz ochar marosimini Bismillahirrohmanirrohim deya chiroyli qilib boshlab olamiz. Faqatgina iltimos qilib so'rab qolgan bo'lar edim. Chaqirilgan insonlargina birin-ketinlik bilan diqqatli bo'lgan holatda kelib, mana asalgina kelin pochchamiz lolaxondan chiroyli kelin salomlarni qabul qilib olasizlar. Mana esa Bismillahirrohmanirrohim. Kelin pochchamizni bellariga Allohim o'zi kuch-quvvat ato etsin deya barchaning guvohligida chiroyli kelin salomimizni boshlab olamiz. Marhamat, ketdik.
Bismillah, yaratganga tavallo, qabul aylang
bo'linglar. Yana kim bor? Ovsinlari. Salom salom yar yar. Kelin salom yar yar. Salom salom yar yar. Kelin salom yar yar. İbo bilan g'ay keladi. Kelin salom qiladi. İbo bilan g'ay keladi. Kelin salom qiladi. Qabul aylang ovsinlar. Sizlarga salom yar yar. Qabul aylang ovsinjonlar. Sizlarga salom yar yar. Kelin salom yar yar. Ovsinjonlarimizga ko'z tegmasin. Yana kim bor? Kim turqab ketdimi? Dakan xo'rozga doni bergan, onalari uchun joni bergan. Dakan xo'rozga doni bergan, onalari uchun joni bergan. Qabul aylang qaynijonlari Asqarbek aka, sizlarga salom yar yar. Qabul aylang Asqarbek aka, sizga salom yar yar. Kelin salom yar yar. Charchab qolmadingiz masalan, o'zim o'rnimda. Odamlar, odamlar, mani qopib ketdim demanglar. Odamlar, odamlar, mani qopib ketdim demanglar. Qabul aylang sho'ddagi barcha qora ko'zlarim, sizlarga salom yar yar. Qabul aylang sho'ddagi barcha qora ko'zlarim, sizlarga salom yar yar. Kelin salom yar yar. Bo'ynimdagi marjonim to'kilib ado bo'ldi. Bo'ynimdagi marjonim to'kilib ado bo'ldi. Shuning bilan azizlarim salomim tamom bo'ldi. Shuning bilan azizlarim salomim tamom bo'ldi. Mana shu onajonlarimizga, o'yinchi onajonlarimizga ko'z tegmasin. O'zim o'rgilib ketay sizlardan. Tushmagan bo'lsa bo'ldi. Kelin poshamiz hozir ustilarini almashtirib chiqqanlar, ko'zmunchog'im. Alla marosimi bo'ladi. Ungacha yetib kelsa, men o'zim boshqatdan chiroyli kelin salom qildirib beraman. Hozircha esa barcha sho'ddagi mehmonjonlarimiz kelin salomlarni qabul qilishgan bo'lsa, kelin poshamizga qisqa muddatga ruxsat beramiz. Qisqa muddatga ustozlarni almashtirib chiqishlari uchun alla marosimiga. Kichkintoylarimiz o'zinglarning o'rninglarni bemalol egallab turib olasizlar. Hali alla marosimi bo'ladi, xo'pmi? Sizlarga tarqatadigan kelin poshamizning hadiyalari ham bor. O'zim o'rgilib ketdim. Onajon kelin posha hozir ustozlarni shunga almashtirib chiqsinlar. Ungacha qadar sizlarni ovora qilib turaman. Kelin poshamizning oyijoni shuntalami? Kelin poshamizning oyijonisi. Surayya opa. Kelin poshamizning onajonisini chaqirib beringlar menga. Biringlarga o'g'illarim bor bo'lsin, biringlarga qizlarim bor bo'lsin. Xudoandachiliginglar hech qachon yo'q bo'lmasin. O'zbek xalqimizda bir chiroyli naql bor. O'g'il tuqqan imperator, qiz tuqqan gubernator deb ataladi. Nima bo'lgan taqdirda ham bugun mana Zalatoy onamning xonadonlarida kelin poshamizning onajonlari mehmonlar. Shuning uchun dastavvalga tabrik so'zni kelin poshamizning oyijonisidan eshitib qolamiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Rohatlanib ko'rdik. Hamma yerda salomat bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, katta kichiklar, onaxonlar, ovsinlarim, singillarim.
Avvalo xonadonimizga xush kelibsizlar. Mana bugun farzandlarimning yana bir quvonchli kechasining yana bir debochasida o'tiribmiz. Nima deyman? Yana bir farzandlarim baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, teng yashasin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin, iymonli, insofli, tuqqatli bo'lsin. Biz ota-onalari mana shu qudalarim bilan birga shularning yaxshi kunlarini ko'rish hamisha nasib qilsin-da, yanagi yil mana shu xonadonda beshiklarda tashrif buyurish nasib qilsin hammalaringga. Xush kelibsizlar yana bir bor. Rahmat kelganlaring uchun. Bo'larkan, ana o'zim boshlab bermasam chalmasdinglar. Achon qilamiz. Ikki xudo poshsha hammaning guvohligida quchoqlashib, opa-singil bo'lganinglarni isbotlab qo'yinglar. Hasadgo'ylar kuyib ketsin. O'zim o'rgilib ketdik. Albatta hazır. Ana endi so'zi isboti bilan deyishadi. Ikki xudo onajonlarimizni chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Yana bir bora to'ylan boray bo'lsin. Davralar to'ldirib maza qilib. Ayollar rostdan meni hayajonlantirib qo'yyapsizlar. Boya onam kelib qo'limda turgan pulni maydalab ketdilar. Xo'p, aya, kelin po'sha. Robotmisiz qachon voyda borib keldim xalosi hozir. O'zim o'rgilib ketdim sizdan. Shuna chaqqongina kelinimiz bor ekanlar. Iltimos meni hayajonlantirmanglar. Sekin hamma narsani o'zim o'tkaziraman. Qo'limdan kelgancha iltimos hurmatli ayollarimiz. Xo'p, kim keldi? Yangi kelganlar bormi? Salomlarni qabul qilingan yangi sveji kelganlar. Xo'p bo'ladi. Mana shu onajonimni, Zalaqay onajonimizni qizlari bilan bitta qizlari bilan kuyovlariga salom 3 marta egilib salom qilib borasiz, ha? Ko'z tegmasin.
bo'lsin. Ozg'in berib keting. Ana ko'rmanalari ham bor ekan. Ko'rmanalarni qabul qilib olasizlar. Yana bir bora. Ko'rmanalarni qabul qilib oling oijanisi. Rahmat. Bo'ldimi? Salom qabul qiladiganlar. Yo'q bo'lsa, Kamol aka rahmat. 9 oy 9 kun, 9 soniyadan keyin Oqqo'rg'on tumanining 9-tug'ruqxonasini 9-palatasida Allohim kelin poshshamiz va kuyov bolamizga 9 kiloli farzand ato etsin. 9 kiloli farzandning 4,5 kilosi Hasanjon, 4,5 kilosi o'zi kelin poshshamiz sal anaqa nozikroq ekan mayli. 8 kiloga tushiramiz. 4 kilosi Hasanjon, 4 kilosi Zuhraxon bo'lsin deganlar. Guldiroz qarsagilarni ayamay chalib qo'yasizlar va alla marosim uchun ataganinglarni qiyiqchamizga olib kelib tashlab ketaverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deya qadimgi urf-odatlarimizdan bo'lgan alla marosimini chiroyli qilib boshlab olamiz. Marhamat. Lekin bizani alla uxlatmaydi, o'ynatadi. Sal tezlarni bering aka. Şu Allah'la uxlatmaysiz nima bo'ladi? Bizda uxlagan bolalar o'zi uyg'onib ketish kerak edi. Xo'p, onajon hozir, xo'p. O'g'ilmi, qizmi, avvalambor Allohim bergan
qilgani bo'lsin. Otajonisini, onajonisini, bobojonisini, buvijonisini hurmatini, izzatini qiladigan farzandlar bersin Allohim kelin poshshamizga. Joynamoz ustida o'tirib jigarlarini, yaqinlarini, qavmi qarindoshlarini, qo'ni qo'shnilarini, barcha mu'min musulmonlarni faqatgina jannatga kirishligini so'raydigan solih soliha farzandlar bersin Allohim kelin poshshamizga. Men duo qilay desam endi yoshim kichkina. Shu yerda duolari otilgan o'q misoli onajonlarimiz bor. Shu kech kelgan mehmonlarimiz bor ekanlar. Shularga bitta chiroyli kelin salom qilib bering. Assalom keyin onajonlarimizdan yuzochar marosimi uchun, alla marosimi uchun bir chiroyli duo olamiz. Kim keldi yangi? Qaynopalari. O'sha qaynopa hisoblanadimi? Yo'q, qaynonaligingizni bilaman, onajon, bular qayni opa hisoblanadimi? Qayni singil. Salom salom yar yar. Kelin salom yar yar. Qabul aylang. Mana shu singil jonimizning qaynonajonlari bor ekanlar. Kela qoling qaynonajonisi, singil jonimizning qaynonalari. O'zi o'rganib ketdi. Hurmat shunaqa bo'ladi. Birinchi qaynonam kelsinlar, ana undan keyin men kelaman dedilar. To'ylam bor edi onajon. Hamma rozimi kelin salomdan? Tog'ajonlarga berdim-ku boya opajonim. Xo'p bo'ladi. Ismlarini nima dedingiz? Xo'p bo'ladi. Bahodirjon tog'ajonisiga to'y boshi tog'ajonimiz bor ekanlar. Allohga kelin salomlaringizni qilib bering. Salom. O'zim o'rganib ketay. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Yosh ulug' buvijonlarimiz kim bor? Chiroyli gapga usta, duogo'y onajonim, kela qoling, o'zim o'rganib ketay sizdan, to'ylam boray bo'lsin. Kela qoling onajonim. Avvalambor assalomu alaykum. Qadamingizga qasanot, charchab qolmadingizmi? Sizni ham bezovta qildik ona. Bitta chiroyli qilib duo qilib berasiz. Assalomu alaykum. Sherali ukamning xonadoniga xush kelibsizlar, xudojonlar. Shunday, men ham hayajondaman-da. Iskandarjon bilan Zilolaxon qo'sha qarisin. Elning yurtning bolalari qo'sha qarisin. To'rtana quda Surayya bilan Furqatjon, Feruzajon bilan Sheralijon qo'sha qarisin. Xudoya sevdavlat farzand bo'lsin. Umr yoshlari uzun bo'lsin. 90lardan oshiq umri hajarga borish Alloh nasib aylasin. Shu o'tirgan qora ko'zlarni hammasini bolalarini Allohim baxtli, saodatli, ikki dunyo saodatli, ikki dunyo jannatini bersin. Hamisha yurgan yo'llari farovon bo'lsin, ravon bo'lsin. Yaxshilarga yonashtirsin, yomonlardan uzoqlashtirsin. Yana yil Allah bolam deb qo'shaloq farzandlarga beshiklar kelsin, yana toylar kelsin. Allohim elga yurtga ber, ko'pga ber, shu xonadonga ber. Butun opa-singillar, xudojonlarni farzandlari, mening nevaralarimdan Xudoya Ziloli bizga o'xshab to'rqisi bo'lsin Xudoya. Mana umri hazarga borib bersin. Ilohim, ilohim omin. Baxt qabisin, qidirdarisin, ketmas davlat, teng bersin. Yurganda yo'llarida qidirbog'im yo'ldoshlari bo'lsin Xudoya. Muazzam bilan ana bu kuyovman qo'sha qarisin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin, toylar oboraylik.
ilohim. Tan jonlari sog' bo'lsin, hamisha baxtli, saodatli bo'linglar. Yaxshilik kunlarda birga o'tirishda Alloh nasib qilsin. Allohumma ighfirli va li walida ya val ustoziya va li jamil mu'mina val mu'minat val muslimina val muslimat rahmatika ya arhamar rohimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan wa qina azabannar. Ortiqay ammamning, Erkin bachchamning, Berqulbonning, ota-onamning ruhi poklari shod bo'lsin. Bundan ham xursand bo'lsin, bundan ham yaxshi xabarlar, yaxshi kunlar kelsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Bo'larkan ona. Sizga qizimning ismi Zakira. Zakira qizimning Xudoya tan joni sog' bo'lsin. Ezgu niyatlar qildi shunchalik. Allohim hamisha bardavom qilsin, ishlariga qut baraka, bog'larni baxtini ko'rsin. Tumsha chiqarsin? Yo'q. Xudo xolasa yaxshi, o'ziga o'xshagan mana bu xalq artistimi? To'g'ri desinda baxtli saodatli turmushga chiqdi deb eshitaylik. Amin. Allohu akbar. Ona siz boya aytdingiz, unga ber, bunga ber, shu xonadonga ber dedingiz ona. Kecha o'yinga to'ymay qolganlar, onajonim ko'z tegmas, rahmat. Bilaguzukda hazillashmadim lekin men. Kecha o'yinga to'ymay qolganlar, yuragida o'ti borlar, o'ti yo'qlar, endi olov chiqaradiganlar. Xo'p, yuragida o'ti bor, barchani davramizga chorlaymiz. O'zim o'rgilib ketesizlardan ketdik malaka. Zulfingdagi ilmoqlaringdan, ilmoq emas, bil ilingan qarmoqlaringdan, jon rishtasigacha qarmoqlaringdan, yo hayhotdek zulfiyotdek o'roqlaringdan, yo o'roqning shaklidagi suroqlaringdan, jonim asir, zulfingdagi ilmoqlaringdan, ilmoqlaringdan. Ichkaridagi qudajonlarimizni ham davramizga chorlaymiz. Salomat bo'linglar. O'ynagan onajonlarimizning oyoqlari dard ko'rmasin iloyim. Kelin poshamiz baxtli bo'lsinlar. Ustlarini ham almashtirib chiqibdilar. Xo'p. Asalni ham ozi shirin deyishadi o'zbek xalqimizda.
Mani xizmatimga rozimisizlar onajonlarimiz? O'zim o'rgilib ketdik. Xudo poshshalar rozimisizlar? Joninglar sog' bo'lsin. Inshaalloh keyingi yillarda qatorimizdan xato bo'lmasdan kelin va kuyovlarimizning egiz farzandlarining beshi to'ylarida qatnashlik shu yerdagi barcha qora ko'zlarimizga nasib etgan bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Oqqo'rg'onda hamma ayollarini, barcha yuzida farishtasi bor samimiy ayollarni hammalarni yaxshi ko'raman. Joninglar sog'